tadqiqotlar bo'yicha sun'iy intellekt foydalanuvchilarida tanqidiy fikrlash qobiliyati pasayib boradi degan natijalar berilyapti. Bu bo'yicha fikrlaringiz? Bu lekin tadqiqot natijalari. Tushundim. Qaysi tadqiqotligini o'rganib chiqish kerak? Bu haqda ma'lumot beramiz. Bu Unicorn Soft saytida xabar chiqqanida shu haqda aynan. Sun'iy intellektdan tez foydalanish tanqidiy fikrlash ko'nikmasini pasaytirishi mumkin. Demak, 666 kishi ishtirok etgan tadqiqot natijasiga ko'ra, sun'iy intellekt vositalaridan faol foydalanayotganlar, ayniqsa agar ular yoshlar bo'lsa, tanqidiy fikrlash pasayishi kuzatilmoqda. Shveysariya biznes maktabi tadqiqotchisi Michael Gerlich ishtirokchilarni baholash uchun demak HCTA testidan foydalangan. Ko'p javobli savollar, ya'ni bir savolga bir necha javob berish mumkin va ochiq topshiriqlarni o'z ichiga olgan ushbu test dalillarni tahlil qilish va ehtimolliklarni tushunish kabi tanqidiy fikrlashning turli jihatlarini baholagan. 17 yoshdan 25 yoshdagi ishtirokchilar ko'proq sun'iy intellekt agentlarini ishlatgan va tanqidiy fikrlash testlarida kam ball olgan. Lekin 46 yoshdan oshgan ishtirokchilar qancha ko'p ishlatmasa, ular kam ball olmagan. Nega? Chunki ular sun'iy intellekt javoblarni qayta tekshirib ko'rgan. Ya'ni unga ko'r-ko'rona ishonib ketmagan. Demak, bu Shveysariya biznes maktabi tadqiqotchisi Michael Gerlichning tadqiqoti. Bu haqida birinchi marta eshitayotganim uchun fikrimni berishga harakat qilaman. Asosan 17 yosh, 25 yosh atrofida deyapsiz-ku, buni shunga o'xshatsak bo'ladi. Masalan, men maktabda o'qiganimda men rasm chizishdan rosa no'noq bo'lganman. Sabab meni opalarim zo'r rasm chizgan va opalarim rasm yetkazib bergan. Va hozir ham menga nimadir figurasini chizsangiz chiza olmayman va boyagi yoshlardagi kuzatilgan critical thinking bilan bog'liq muammo ozgina kuchsa boshqa narsalarda ham o'zini kuchini ko'rsatishni boshlaydi. Matematikada, fizikada, chunki uyga vazifalarini, maktabdagi ishlarini, kerak bo'lsa universitetda diplom ishlarini va hokazo ChatGPT bilan, sun'iy intellekt bilan yozdirishyapti va bitta inson miyasini ishlatmagan holatda qo'li bilan nimadir yozayotgan bo'lsa, bu insonda critical thinking ishlamaydi. Va sababi shu bo'lishi mumkin. Endi 44 yoshdan keyingilarga keladigan bo'lsak, 44 yoshlilar u yoshlarning orasidan o'tgani uchun sun'iy intellekt ishlatmasdan va sun'iy intellekt berayotgan promptni qayta tekshirayotgani uchun bunda katta ehtimol bilan yoshni va tajribani ham anaqasi bor, ko'magi bor. Ularda yaxshi natija ko'rsatilgan. Va bu yoqda qo'shimcha qilaman, boyagi noto'g'ri ma'lumotda to'xtaldik-ku, false information, disinformation deyiladi, adashmayotgan bo'lsam. Bizani ishlatayotgan ChatGPT'mizni hozir eng katta boshini og'ritayotgan narsa ham shu. Eng katta kompaniyalar, boyagi New York Times'ga o'xshagan, Forbes'ga o'xshagan katta kompaniyalar OpenAI bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri sudlashyapti. Sababi ma'lumotlardan ruxsatsiz foydalanish. Va sun'iy intellekt hozir siz ChatGPT to'g'ridan ham sinab ko'rishingiz mumkin. Ilmiy ishingiz yozishda ma'lum bir spesifik qismlarda, misol uchun hujayralarning ajralishi bilan bog'liq ilmiy ishlardan foydalanib menga nimadir ma'lumot yozib ber desangiz, ma'lumot yozib beradida, keyin pastda so'zlar qoldiradi-yu, shunchaki to'qiydi. Chunki hozir bizani ChatGPT o'ylay olmaydi, fikrlay olmaydi. AGI emas, shu narsani bilishimiz kerak. Bitta narsani tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, men buni yana ham soddoroq tushuntiraman. Qarshingizda katta zdaniya bor. Men zdaniyadan sizga qarab 10 ta raqam jo'natishim kerak. Zdaniyadan turib nima qila olaman? Lampalarni joyini o'zgartirib 8, 7 qilib xonalarning chirog'ini o'chib yoqaman. Kompyuter ham xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Sun'iy intellekt ham xuddi shunaqa holatda ishlaydi. Sun'iy intellekt kelibdi, rasmni ko'rsatib, bu nima desangiz, u rasmni oq-qoraga o'zgartiradi, piksellarning ketma-ketligini hisoblaydi, matematik, arifmetik usul bilan. Undan keyin sizga taxmin berishga harakat qiladi. Va hozirgi ChatGPT oxirgi aytgan кейsimda ma'lumotlarni New York Times'ning qaysidir qismidan olib, shunchaki yopishtirib qo'ygan va veb sahifa bilan olib ko'rsangiz birga bir. Shuning uchun sun'iy intellekt berayotgan ma'lumotlarni qayta tekshirish juda ham muhim narsa.